Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçi a'zosi Marco Rubio 7 may kuni Twitterda uchur yo'llab, Xitoyning atoqli jurnalist va shoir, Xinjiang madaniyati jurnalining sobiq bosh muharriri Qurbon Mahmudning izdirgini berishini talab qilgan. Marco Rubioning aytishicha, Amerika Beijingning Uyg'ur milliy kimligi va madaniyatini o'chirib tashlashga urinishini javobgarlikka tortish kerak ekan. Qurbon Mahmud 2017 yilning oxirlari Urumchidagi uyidan elib ketilgan 4 yildan beri Xitoy hukumatı hozirgacha uning oilasiga izdirgini bermagan. Doirlar bu yil uning tutqun qilinganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, biroq yanala uning hayot mamatlik ahvolini oshkorlamagan edi. Marco Rubio Twitter'dagi uchurda shoir va jurnalist Qurbon Mahmudning Xitoy Kompartiyasi uni atalmish Xinjiang qayta tarbiyalash lageriga qamagan 4 yildan ortiq vaqtdan beri o'g'li Bahrom Sintash bilan so'zlashib baxmadi. Biz Beijingning Uyg'ur milliy va madaniyat kimligini yo'qotishga urinishini javobgarlikka tortishimiz kerak degan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaroning diqqatini qo'zg'agan bir paytda Xitoy yanala Sharqi Turkistondagi ziyonkashlik qilmishlarini davomlashtirayotgan bo'lib, yaqinda Abduxelil Hoshim ismli bir Uyg'ur tijoratchining turmada shahid qilinganligi oshkorlandi. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir kishining Istiqlol xabar bilimiga yetkazgan uchurida oshkorlanishicha, 2 kun ilgari uningga g'uljuliq tijoratchi Abduxelil Hoshimning o'lim xabari yetib kelgan bo'lib, Xitoy doiralarining Abduxelil Hoshimning jasadini turma atrofiga ko'mib ma'lum bo'lgan. Abduxelil Hoshim 1962 yili G'uljida tug'ilgan bo'lib, 1992 yildan boshlab Qozog'iston bilan Sharqi Turkiston orasida tijorat qilishga boshlagan. Xitoy doiralari uni farzandlarini diniy maktabda o'qitdi degan bahona bilan 2017 yili jazo lageriga so'lgan. U jazo lagerida 2 yil tutib turilgandan keyin 2019 yilning beshida sud ochilmasdan qonuniy tartiblarsiz 19 yillik kesilib, Kunis turmasiga qamalgan. Germaniya parlament a'zosi Markus Buchheit 5 may Yevropa Ittifoqi komitetida Yevropa Ittifoqi davlatlarining Huawei'ning 5G torini ishlatishga qo'yib, Xitoyning josuslik harakatining oldini olish kerakligini bildirgan. Sputnik xabar agentligining bu vaqtdagi xabarda bildirishicha, Markus Buchheit Yevropa Ittifoqidagi bir qism davlatlarning Huawei'dan ansirmayotganligini, boshqa davlatlarning bo'lsa Huawei'ning josuslik harakatining oldini olish uchun bozordagi raqiblari bilan raqobatlashishga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. U yana Yevropa Ittifoqi komitetiga Huawei'ning 5G texnikasini qabul qilishni rad qilgan Yevropa davlatlarini Xitoyning jazosidan qanday qo'g'dashni o'ylashganligi haqida savol qo'ygan. Amerika Huawei'ni Xitoy harbiy va axborot organlari bilan hamkorlashib, abonentlarni nazorat qilishi mumkinligi haqida ba'zi davlatlarni izchil ogohlantirgan va ba'zi davlatlarning Huawei'ning ul asliha va uskunalarini ishlatmaslikka qoyil qilgan. Bir turlik tadqiqot natijasiga qaraganda, Xitoyning yillik parnik gazi qo'yib berish miqdori dunyodagi boshqa taraqqiy topgan davlatlarning umumiy qo'yib berish miqdoridan yuqori saviyaga yetgan. Amerikaga joylashgan Aqlli Amri Rodium guruhining mo'ljariga qaraganda, 2019 yili dunyoning har qaysi joylarida qo'yib berilgan karbon oksidning 27% ga Xitoy mas'ul bo'lishi kerak. Amerika 11% bilan 2-chi o'rinda turgan bo'lib, Hindiston tarixda tunji qatim 6.6% bilan 3-chi o'rinda turgan. Juma kuni e'lon qilingan tadqiqot doklatiga qaraganda, Xitoyning bulg'imi qo'yib berish miqdori 1990 yildan buyon 3 hassa, yaqinqi 10 yilda 25% oshgan. Hatto oxirida yer shariga tushishi mo'ljallangan va dunyoda andisha paydo qilgan raketa haqida tunji qatim ifoda bildirgan Xitoy raketaning buzg'unchilik ehtimolligining intayin tuvan ekanligini e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin raketaning bir qism zapchastlarining atmosferaga kirgandan keyin ko'ydirib etilganligini bayon qilib mundaq dedi. Aviatsiya faoliyati va kishilar va yer yuzidagi faoliyatlarga ziyon yetkazish ehtimolligi nihoyat tuvan. U yana doirlar taraqqiyotni ommaga vaqtida xabar qiladi dedi. Uzun safar 5B nomli Tianhe modulini to'shiydigan raketa 29 aprel Xaynan orolidan qo'yib berilgan bo'lib, Xitoyning olam punktidan ayrilgandan keyin orbitadan chiqib ketgan. Amerika davlat mudofaa ministri Lloyd Austin ilgari o'zlarining raketaning okeanga so'qilishini saqlayotganligini bayon qilib, raketani yo'qotish planining yo'qligini o'tirib qo'ydi.
Osin raketaning tushib ketishini keltirib chiqargan Xitoyni beparvolik qildi deb ayblab, olam bo'shlig'ida mashg'ulot qilayotganlarning bexatar va ehtiyotchan harakat qilishi kerakligini ogohlantirdi.